Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 15-mart 26-yil. 8 ta ko'rpachalarimiz ichki chexoli kelgan, paxtalari kelgandi. Paxtalarini torttirib, ichki ko'rpachalariga solib tikib, ustlariga alohidadan chexol qildim. 4 ta bir xil chexolimiz. Mana orqayi oldinlarini ko'rishlaringiz mumkin. 4 ta bir xil. Mana yostiqlarimiz ham 4 ta. Mana bularni ichki qoplari qilinib, mana zamoklar qilingan. Hamma choklarimiz overlockga yopilgan. Men sizlarga hozir bitta tikilish joychasini ham zamokidan ochib ko'rsataman. Mana hamma choklarimiz polni overlockdan chiqqan. Mana bilan mana qalin paxtasi solinib, kun tartibiga ishlatish uchun, xon taxtachalari uchun qilindi. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz, tikib tayyor qilib beraman. Ichki qoplari hammasi ishlatilgan, o'zlariniki. Yuzlari hammasini yangi bo'lgan. Yostiqlarimiz ham, ko'rpachalarimiz ham mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana hamma choklarimiz overlockga yopilgan. Qolgan bu materialchalardan bitta dasturxoncha ham kun tartibiga ishlatish uchun tikib tayyor qilib upakovka qilib qo'ydim. Mana